qani mashinaga tushirib ketavering. Naqsi qandlar bormi? Nag'zi qand, bodam. Xullas nima tugagan. Ona bodamli qand bor, nag'zli qand ham bor tumalag'idan. Keyin nima xullas hammasidan bor. Mayiz olib 5 kilo oqma osh mayiz olib kelish kerak bu. qora mayizlarchi? Qora mayiz qimmatidan yozib qo'y bitta. Nimadan? Xullas 60 lik, 70 lik yozib qo'y. Bir xildan yozaverami 50 likdan? Yo, mayizlar bor. Demoqchiman bitta qimmati tugagan o'shandan yozib qo'y. 70 lik, 60 50 lik, endi ham o'rta Ha, o'yadi. bo'ldi, o'sha 50 lik zo'rini olaveraman. Qimmat. Uni qovog'i qarab jab. Jarra, bu qana odam bu? Shashilgan. Siyg'oyapti bana abjali. Deb bossa. Ko'rdingmi? Siyg'onishini? Açtı şu an gittiysiz. Ha, siyg'ona Şuna geldi. Zinde oraya geldi, sikildi. Yürüyordu. O'chib qoldi Qizilyoni. Ko'rmayapsanmi? Qizilyoni o'chib qolgan. Razi bundan torimiz yetgandan keyin o'chib qolgan. Hozir o'chib qolgan bildim. O'zim sira torimiz esa o'chib qoldi. Xullas, Nazimanda bor ekan, pistachi Turkiya. Turkiyaga yetmaydimi buni? Turkiya qolmagan. Kerak emas, a? Turkiya olib kelish kerak, ilojini qiladi. O'zi hozir bu yozgan narsami bor-ku? Ha. 10 kilo million pul bor-da. Ha?